Assalomu alaykum rezidentlarim. Soat 10 kechasi. Mana shunaqa paytga kunimiz qoldi. Kunduzi juda ham issiq bo'lyapti, вообще chidamaydigan daraja bo'lyapti. O'shanga kech payt dastavkalarimizni qilamiz hozirgi kundami. Oqimda ishlab turibdi. Stroyga ketyapti, xudo xolasa. Mana qaranglar. Qochib ketdim shu bor edim. Xo'p. Bugun ham dastavka bor. Unaqa dastavkalar reklama qilmayotgandim. Lekin kechami, kunduzmi farqi yo'q. Любой payt quyonli ketyapti, baribir sotilyapti, boshqa qilinyapti. Faqat bitta narsa o'zgardi. Kech paytga o'tdik. Kunduzi boshqa ishlar bilan band bo'lsak, stroykalarimiz bilan bandmiz, quyonxonalar bilan, qo'chirish bilan, yemlar bilan. Lekin dastavka agar viloyatga bo'lsa, faqat kechqurun. Asosan hozir dastavkalar faqat vodiyga qilyapman. Nimagaki vodiy qulay bo'lyapti-da, Samarqandgacha, Voha tomon Samarqandgacha. Chunki kech payt chiqarib yuborsam, soat 8 larda chiqarsam, Isuziga, biz Isuzida chiqaramiz. U paytda faqat nima desam bo'ladi? Xullas soat 7-8 largacha уже Samarqandga yetib boryapti. Surxondaryo, Qashqadaryo chiqarmayapman hozirgi kunda, chunki borish juda ham qiyin bo'lyapti. Issiq yomon qilyapti. U yetib bormaydi. O'shanga riskovat ham qilmayman, boshqa qilmayman. Hozir esa bizda dastavka tak Chortoqqa. Namangan Chortoqqa taksi kelyapti, telefon qildim, men chiqdim yo'lga. Tayyorlab qo'ying quyonlarni deb chiqqaniga men ham chiqdim. Kichkinagina video olib qo'ydim sizlarga. Tomosha qilinglar. Xo'sh, samkalarni oldim. Обязательно bularga Ivermectin urib qo'yishim kerak. Mas ko'rindi degan umiddaman. Amallamayman, bitta o'zim anaqa qilman, rasm yozaman. Xo'p, ko'pchilikni nima narxi anaqa qilyapti. Ko'pchilik narx so'rayapti. Nech puldan ketdi? 3 oylik quyonim 200 mingdan ketyapti hozirgi kunda. 200 mingdan. Bechora qonatib qo'ydim. Hali hech narsa qilmaydi. 200 mingdan ketyapti. Bularga par 4 oylik samet olamiz hozir. Pariga u 300 mingdan. Hozir sametni ham tanlaymiz. Xo'p, samet tanlaylik. Mana shu dahshat sametlarim bor edi. Men bu yoqqa kirmaganimga 1000 yil bo'lganiga. Bular mendan hammasi qo'rqyapti. Mana shundan ko'raylik. Mana shundanmikan, Mametdanmikan. Mana shundan olaylik. Bitta zo'rin tanlaylik. Ko'zimga qaysi bir chiroyli ko'rinsa, o'shani olaman. Voy, xudojonim. Mana. Sametmisan, samet. Hamma yoqni tekshirib olishim kerak. To'xting, yana boshqasini. Xo'p, tanlab olib ko'rsataman endi. Operatorim yo'q, hech kim yo'q oladigan. O'shanga bitta o'zim tanlab olib, hamma yoqni tekshirib, chunki bilasizlar, sametlarchi 3 oydan keyin bir-birini tishlashga boshlaydi. O'shaning uchun sametlarni hamma yog'ini ko'rib, tekshirib keyin berib yuborishimiz kerak. Xo'p, bilasizlarmi? Cho'ta betdagi sametlar bilan qoniqmadim-mi? Yaxshi, yomon emas, lekin anularga par tushmaydi. Sal kichkinaroqmi deyapman-da. Hop, podvalga tushamiz endi. Tak, podvalga tushdim. Xullas qaranglar o'rtoqlar. Bu kameraga qilinayotgan ish emas. O'zi Xurshid akani ham jinnisini chiqarib yuboraman samet tanlashda. Anu sametsiz zo'rini bergim keladi-da. Nimaga desanglar? Samet ko'p-da, misol uchun. Jalqa emas, boshqa emas, zo'ri ketsa, zo'r ishlab bersa, bizani anaqamizda nima deydi? Bizani yuzimiz. O'shanga sametsiz zo'rini qidirishga har doim harakat qilaman. Tak.
Tak. Tepadan olib chiqayım ekan. Tepada yana bitta xonam bor edi. U yerda ham zo'r sametslar bor edi. Qani, mana yo birinchi anaqadan ko'raylikchi. Yaxshimikan, yo'qmikan? Zo'ri bo'lsa-da, baribir uni so'yiladi-da, o'shanga men unaqa janu. Jalqa emas-da. Mana qaranglar, hamma yog'ini tekshirishim kerak. Bir-birini tishlamaganmi, veslari zo'rmi? Vashi sametsiz zo'r ekan, mana qarang. Qolib ketibdi mana shu. Aynan Namangan Chortoqqami deyman qolgan bu samet. Menga yoqdi misol uchun. Sizlarga bilmadim-ku. Menga yoqdi. Hozir yana bitta tekshirib olay teglarini. Qani? To'xtab tur. Hali yosh samet ekan bu. U hali yosh ekan. Qani yana ko'ring. Tak. Men buni tanladim. Bu hali unaqa rivojlanmaganda, anu samkalarga zo'r tushmas ekan, lekin zo'r samet ekan. Samkalarimga tushmas ekan. Chunki samka уже почти yetilganda, ko'rdim почти уже ko'ki kelib turibdi. Xudo xolasa unga уже yetiladigan zo'r sametdan berishimiz kerak-da. Уже sakriydigan sametdan. O'ylamanglar, bu kameraga qilinayotgan ish emas. Prosta jarayonni ko'rsatmoqchi bo'ldim. Jarayon shunaqa ekan. Betdan olmayman. Qo'ynim bo'lmadi. Tepaga ketdi u 3-xonaga. Qaranglar, 3-xonaga keldim. Betdanchi ani kuni 30 ta samet so'yvordim. 30 ta dahshat samet so'yvordik. Endi qaranglar, variant emas-da bizga. Kutib o'tirishga kim kelar ekan sametga? Nima desam bo'ladi? Aniq qilishga esa olib qolishga esa joyim yo'q, ortiqcha joyim yo'q. Nariya tomonga boraymi? Qani, mana nima ekan? Samka bo'lsa kerak. O'zimga ham samkalar olib qo'yibman-da. Joy qilyapman, boshqa qilyapman. Shularni ham inobatga olyapman-da. Xo'p. Xo'sh. Nari tomonga o'taylikchi. Mana bu ham dahshati bor ekan. Nima ekan bu? Samkamikan, sametmikan? Sizlar o'ylamanglar, отправка qilish, bu yonni mana terib ko'rsatish oson narsa deb. Bu samet ekan, hozir ko'raylikchi nima ekan bu. Sametsi zo'r ekan, lekin bir-biri bilan urushib bichib qo'yibdi уже. Tegini bo'lmaydi. Hozir yana mana buni ham ko'raylikchi. Mana zo'rga o'xshayapti. Voshi dahshat ekan, faqat samka ekan. Bunisi-chi? Bu ham samet ekan, qani ko'raylik. Nima balo, Chortoqqa chiqaysi ketgisi kelmayapti. Sametsiz zo'rini. Sametsiz zo'ri. Samkani sho'ra deydi. Hozir olib olayman shuni.
Samsamikan, sametsmikan. Voy, samsa bular. Hammasi pulga kelib yotibdi. Borib qochirish kerak-ku bularni. Borib qochirish kerak. Mana mashta topishimiz kerak. Tak. Samet. Qani? Stop. Topdim shekilli. Topdim. Chortoqqa ketadigan samet topdim. Unaqa jussasi juda katta emas, lekin yomon shustri ekan. Mashlarni bir ertaga hamma yon paradga qilishimiz kerak. Voy, oson tutmaylar. Qidirishi ham. Hop, sametsam tayyor. Oy, mana. Samet ikkita samka. Chortoqqa, Namanganga ketyapti. Xudo xolisa. Allohim barakasini bersin, o'zidan ko'paysin. Ayol kishiga ketyapti bu. Safimiz xudo xolisa kengayapti. Ayol kishi ham, quyonchilar ham ko'payapti. Allohim barakasini bersin. Tinarsa aytaymi, rezidentlarim. Shopper keldi, уже upakovka qo'ydim hammasini. O'tiribman deb esimga tushib qoldi. Yana bitta sametlarim olib qo'ygan joyim bor-ku deb yana samet kirdim alishtirgani. Jinnilikmi deng? Boshqasi bo'lganda bor edi. Berib o'rardi. Biling qo'ynim bo'lmasa-chi? Qo'ynim bo'lmasa hech qanaqasiga qaytara olmayman de. Shu filmni. Qo'ynim yo'qmi, значит bo'ldi. Alishtirish kerak. Anu. Nima bo'ladi? Oyog'im tortmagan joyga ham bormayman de. Shunaqa filmda xarakter shunaqa. Soat 11 bo'ldi. 1 soatdan beri 3 ta dona quyonni bitta o'zim sarsonga o'qib yotdim bu yoqdan beri. Baraka topsin deyman de, hammasi ham. Hadi taksi kutib turibdi. Alishtirib bering. Allohim. Xullas olib chiqdim yana bitta samet. Ikkalasini solishtirdim. Birinchi olganim baquvvatroq ekanda. Yana o'shani jo'natdim. Voy xudo. Qolgan mana bitta samet olib kirib qo'yibman endi joyiga. Mayli, Alloh barakasini bersin. Hammani ham umidvor bo'lib olishadi-da, uzoqdan bo'lgandan keyin bexato bo'lib borsin deyman. Hech qanaqa xato bo'lmay, xato bo'lsa ham mendan o'tmasin bu xato deb harakat qilyapmiz endi. Joyiga solib qo'ying endi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi dam olinglar.